وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى قرآن الكريم ده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. Ey müminler, özünlerini ve balıçakanlarını insan ve taşlar yıkılığı bulduğun dozaqdan saqlanlar deb bizlerge hitap kılıdı. Bu ayetninki mazmuniga asasen er kishi ahli ayollarini dozaqdan qanday himoya qilish kerak? Erning ayoliga Allohni tonitish va uning itoatiga chaqirish majburiyati bormi? Ayol eri uchun zinnatlanganga o'xshash, erning ayoli uchun zinnatlanish majburiyati bormi? Va bu ayolning haqlaridan hisoblanamdi? Yuqoridagi bu savollar javob berilishi intayin muhim bo'lgan masalalardan bo'lib, buning javoblarini birozdan keyin sizlar bilan birlikda o'rtoqlashamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد hurmatli qarindoshlar, Allohning muvaffaqiyat qilishi bilan men Nizomiddin Tamkini ustoz Muhammad Ali Qorim bilan huquq va majburiyat nomli programmamizning 2-bo'limini davom qilmoq uchun ikkimiz bir araya keldik. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum bu programmaga tekrar qaytib kelganligingiz uchun qarshi olamiz. Biz ilgirki suhbatimizda ayollarning haqlaridan bo'lgan nafaqa haqqi to'g'risida to'xtalgan edik. Bu vaqtda erning ayoli va farzandlari kiyim-kechak, yemak-ichmak va kunlik turmushdagi xarajatlarni qilib berishning vojib bo'lganligini tafsiliy bayon qilish bilan birga yaxshi muomalada ayolninki er tarafidan yaxshi muomala qilinish haqqi borliq to'g'risida suhbatimiz davom qilayotgan edi. Bugun biz so'zimizni yana bu haq to'g'risida davom qilamiz. Birinchi savolim, ya'ni ilgirki birinchi qismlik suhbatimizningki davomiga aloqador bo'lganlik uchun biz yana shu yerdan davom qilishni to'g'ri topdim. Hurmatli ustoz, ilgirki suhbatimizda er ayol bo'lg'uchining eng chiroyli shaklda uy tutish kerakligi to'g'risida to'xtalgan edik. Bu prinsipga aloqador bo'lgan yana bir savolim, ba'zi erlar chiroyliqcha uy tutish degan so'zni ayoliga aziyat bermasdan, ya'ni yomon masalan urib tilmasdan uy tutish degan ma'nodan ham tushunib qiliqliq. Bu tushuncha to'g'rimi yoki bu ma'nodagi tushunchani bundan cho'nqurroq bir ma'no tushunishimiz mumkinmi? Bu vaqtda bir ozroq to'xtalib o'tgan bo'lsak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ala alihi va sahbihi va man vala. Amma ba'du. Biz ilgirki suhbatimizni Alloh subhanahu va taolaninki va ashiruhunna bil ma'ruf degan oyatini o'zimizga shuar qilib turib, er bilan ayolning chiroyliqcha bir uy tutishi haqida suhbatimizni qilib kelgan. Sizning hozirgi oyatga qarata, ya'ni chiroyliqcha uy tutinglar degan oyatning ma'nosi ayollarni buzoq qilmanglar, ularga zarar vermanglar degandan boshqami ma'nosi bormi-ga qarata, tabiiyki erninki ayoliga zarar vermaslik, aziyat bermaslik lam emas buning ma'nosi. Balki buningdan cho'nqur, ya'ni ayoldan kep qolgan aziyatlarga qanaq qilish, sabab qilish. Onunğa sabr qilish yani. Bu İslami nikahning buyukligi del mushiyada.
Allah subhanahu wa ta'ala er ayolning o'tirdi. Bu ailede. Yani buna deganligimiz her taraf qarshi tarafga qarata Allah subhanahu wa ta'ala'ni qo'ydi. Her taraf qarshi tarafga xizmat qilish, mulozimat qilish, yaxshilik qilish bilan Allah subhanahu wa ta'alaga yaqinlashidir. Yani intayin bir nazik bir söz. Allah er ve ayolning o'tirdi, yani şu ailede. Mesela er taraf ayoliga zulm qilishdan Allohdan qo'rqib turib o'zini tatidi. Ayol kishi mo er kishiga zulm qilishdan Allohdan qo'rqqanlik yusidan o'zini tatidi. Er kishi ayoliga yaxshilik qilib olib turib suyunadi ichidan. Men Allohning buyrug'ini qildim, ayolimga yaxshilik qildim. Ayol kishi mo o'zining ustidagi majburiyatlarini ado qilish orqali üstümdeki mecburiyetlerimni ado qildim. Erimning haqqini ado qildim. Allohga yaqinlashdim deb bu nuqtadan suyunadi. Demak, bizning bayatımızda Allah er ve ayolning o'tirisida deganimizning ma'nosi bu. Ya'ni ilgirki suhbatimizda o'qiganimizda Qur'oni Karimdagi va ashiruhunna bil ma'rufning ma'nosi yani bu darajada yani. Qanaqdir xuddi masala er taraf ayolga zulmlam qiladigan an Qur'on şu zulm qilma devatgan mesele emas. Şaylıqça öy tutuş o qarşı tarafga zarar vermeslikten başqa qarşı tarafdan kelgan zararga qanaq qilish, sabr qilish, chidash, oilani qanaq qilish, davom qilish va qarşı tarafga yaxshilik qilish ikkili taraf. Bu qanaqdir erning yoki ayolning o'tirdagi bir taraflik masalasi emas. Ikki tarafga teng bog'langan masala. İnsanning asli xarakteri ham mushu. Masalan bir misolga olsak, dengiz seferinde ketayotgan vaqtda paraq cho'kib ketdi deyli. Bir odam anasi bilan yolg'iz bir orolda qolib qoldingizmi o'tirdi. Bu odam hayotida diniy ta'limot olib boqmagan, hech qanday bir anasiga yaxshilik qilish, o'qilish, bu qilish haqida bir ko'rsatma olib boqmagan kishi. Ammo shu yolg'iz qolib qolgan orolda yemeklik izlash uchun u yerga borib hayvonlarni tutib keladi. Anasini tashlab qo'yamdi, qo'ymamdi. Tabiiyki anısqa hech qanday bir taş sirtdan berilgan ko'rsatmaning ta'siriga uchramasdan qanday qiladi, yaxshilik qiladi. Ya'ni insonning asli xarakteri ijtimoiy bir maxluq inson. Atrofidagilar bilan birga yashaydi. Mayli urug' tuqqanlar yoki ayol bo'lsin. Atrofidagilarga yaxshilik qilish bilan uning turmushi go'zal. Yani Qur'oni Karimning tashabbus qilayotgan amaliyotda insonning asli xarakteridan yaxshi emas. Yani insan eğer şununla amel kılsa, şu boyunca mansa güzel bir muhitga erişidigan, güzel bir ortalık yaratıladigan bir kanuniyet aslında bu yani. Qur'oni Karimdagi va ashirun bil ma'ruf degani sen insandek yaşa demekçi. Başka alohida talep yok bu yerda. Qur'oni Karimda din ta'limoti bilan insonning asli xarakterini fa aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha. İnsanın asli xarakteri din ta'limoti bo'yicha yashashga programmalangan. Qur'on bizni faqat shu programmang bo'yicha qanday qil mang deyapti. Shunday vaqtda bizda qalaymoqonchilik, to'qinish vujudimizda yoki turmushlarimizda qalaymoqonchilik yuz bermaydi shuning bilan. Payg'ambar alayhisolamning Ahmad ibn Umardan Hasan isnad bilan rivoyat qilgan bir asar bor. Ma tawadda isnan fa furriqa baynahuma illa bi zanbin yuhdisuhu ahaduhuma. Yani çoğum er ayol o'tirdi bir mesele chiqdi degan gap. Yuqorqi asarining mazmunini tarjima qilsak, ikki odam birisi-birisini yaxshi ko'rib, birisi-birisiga mehr muhabbat paydo bo'lib, ayrılib ketishi bu ikkilanning o'tirdi chiqqan bir xatolik tufaylidan bo'ladi deydi. Ya o xatolashidu, ya bu xatolashidu. Agar mushuna asos qilgan holatda oilaga qaraganimizda er ayol munosabati mehr muhabbat ustiga qurilsa, islomning ta'limoti bo'yicha qurilsa, bu oila intayin go'zal shaklda davom qiladi. Ya'ni go'zallikcha uy tutinglar deganni eng oxirida xulosalasak, sen unga aziyat verma, uningdan kelgan aziyatga qanday qil, sabr qil. Mening bu davatgan bu gapim nuqul er tarafga qaratilgan gap emas. Muşu aynı şekilde ergi mi deyimiz, ayolga mı deyimiz? Yani ergi deyimiz ki ayolga aziyet verme. Evet, bunuz yani zulüm fakat er taraftan sadır olmaydı. Tabii. Ayol taraftan mı ergi nispeten zulüm sadır oldu. Ermin mezun oldu. İkili taraf zulüm kılmaslık,
zulm qilmaslik kerak, qarshi tarafdan kep qolgan aziyat yoki savvallik xatoliklarga qana qilish kerak, sabr qilish kerak. Buning natijasida undan keyin go'zal bir oilalikni saqlab qoladi, davom qiladi va kelgusi jamiyatning asosini yaratadi. Allah razı olsun. Endi cemiyetimizde bazı erler ayollar hakkında çekin aşırıp guman kılıdığan bir işler var. Bu turmuştaki muvaffakiyatsizlik deb qaralımdı. Endi siz o'tirib qo'ygan bu temini Qur'oni Karimdagi Sura Hujratning 12-oyati aniq ayirgan. Estaizu billah inna ba'daz-zanni ismun. Bir qism gumanla boshqalarning kenidan shak shubha qilish jinoyat, gunoh degan ma'noda. Ya'ni ayolingdan hech qanday bir yomonlikninki ta'siri ko'rilmadi, ifodasini ko'rmading. Hech qanday bir dalil yo'q. Ortada hech qanday bir ko'rinishmi yo'q, sen gumon qilishga tegishlik. Bu holat turib ayolingdan gumon qilish. Ammo nuqul oyat ayolga qaratilayotgan oyat emas, ammo mush doirani qanday qiladi o'ziga oladi. Qarshi tarafdan shu shaklda gumon qilish oyatning hukmi bo'yicha intayin ig'ir gunoh. Ammo aks taqdirda, masalan, sirtdan kirdingiz uyga, ayolingiz telefonda paranglashayotdi. Sizning kirganingizni ko'rib bilan jiddiylashgan shaklda telefonni taqasa yoki ayolingizning telefonida favqulodda ko'zingizga ayollar o'tirisida bir oiladagi ayol o'tirib deyiladigan so'zlar shaklida bir uchurlarni ko'rib qolgan vaqtingizda va yoki bundaq shaklda ya'ni gumonliq masalalarni ko'rib qolgan vaqtingizda undan keyin siz bu orqali yomon oqibatlarning yuz bermasligi uchun oldini olish uchun ba'zi masalalarni aniqlasangiz buningda masala yo'q. Ammo unda olmagan shaklda, gunohsiz shaklda o'zingizning kallasidagi shaytonning vasvasasi bilan men yo'q vaqtda uyga kim kirdi? Masalan, sen kim bilan ko'rishding yoki bugun yo'qolib ketding, nega bording degandek masalan, o'rinsiz shaklda gumon qilish bu intayin ig'ir gunoh. Oyatdagi bir ifodaga diqqat qilish kerak. Inna ba'daz-zanni ismun. Oyatda gunoh demadi Alloh subhanahu va taolo. Gumonning nimasi? Bir qismi. Mu'min bir qism guman, ya'ni bir qism aniqlash orqali o'zining mahramiyatini qo'g'daydi. Biz bayatni deganimizdek ba'zi bir ahvollar ko'rilib qilyotdi, ba'zi ifodalar ko'rilib qo'yadi, ba'zi dalillar o'tirg'i chiqyotdi. Bu vaqtda yana men gumon qilmayotganini o'chitdim deb o'tasa, yomon oqibatlar kelib chiqadi. Bunda vaqtda shu dalil faktlarni iz qo'g'lab masalaning ig'ir oqibatlarining yuz berishininki, o'zining oilasining buzilishininki oldini olish kerak. Chunki inson degan xatolashidi, shayton vasvas qilib turadi. Uning oldini tuzdigan odam bo'lganida saqlanib qolishi mumkin. Ammo aks taqdirda, ya'ni hech qanday gumon, hech qanday pakat, hech qanday isbot yo'q vaqtida uningdan gumon qilib, o'rinsiz shaklda urush, da'tlash chiqarish bu insonning qalbiga zarar beradigan ish, ya'ni qalbini qiradigan ish. Buningda oiladagi mehr-muhabbat Merbatning yo'qilishininki oiladagi krizis chiqishining tunji qadami ayolidan o'rinsiz gumonlanib, uning qalbiga aziyat berish bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni buningki aksicha tushunishimiz mumkinmi? Masalan, hozir biz erlarninki ayollardan yomon gumon qilishini to'g'ri so'zlab o'tdik. Ayollarning erlari haqida masala, ya'ni er va ayol Allohning nazarida taklifat, ibodat va amal qilishga tegishlik adab, axloq, rioya qilishga tegishlik haq, huquq, majburiyat nuqtasidan o'xshash bir o'rinda bo'lganligiga qaragan vaqtda bizning degan gaplarimiz ya'ni ikki tarafli gap. Ya'ni bir tarafdan ayolga, bir tarafdan kimga deyilayotgan, erlarga deyilayotgan. O'xshash shaklda qanday qilinish kerak, rioya qilinish kerak. Alloh rozi bo'lsin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bir hadisida mu'min mu'mina ayolni yomon ko'rmasin. Ya'ni bir o'ziniki bir ayolni yomon ko'rmasin, halollab olgan ayolni yomon ko'rmasin. Agar uning ba'zi axloqini yomon ko'rsa, uningga ya'ni ba'zi axloqidan rozi bo'ladi degan bir hadisi bor. Bu hadisni yuqorqi so'zingizga asoslangan vaqtda qanday tushunishimiz lozim? Bu hadisimiz ilgirki suhbatimizni tilga olib ma'lum tushunishlarni bergandik. Inson ba'zida oldirab qoladi. Bo'libmi ayollik turmushida shu taloq so'zi
talaqqa ifodasi nihoyatda xatarli bir ifoda. Biz deb keldik. Go'zal muomala qilish, chiroyliqcha uy tutish degan qarshi tarafning aziyatiga sabr qilish, aziyat vermaslik, uni xatolikqa qarata eskartish, uniga nimbrish, fursat verish. Bu masalalarni o'z ichiga oladi. Ailada ayol bir ailəyə kirgandan keyin tabiiyki o'xshamagan bir muhitda yashagan ikki kishi, o'xshamagan ta'lim tarbiyada o'sib yetilgan ikki kishi, o'xshamagan mijozdagi ikki kishi bir ailəyə kirgandan keyin har tarafning qarshi taraf yaxshi ko'rmaydigan ba'zi ishlari bo'ladi, suluklari bo'ladi. Qarshi tarafdan sen yaxshi ko'rmaydigan ishni ko'rgandan keyin kisblam uningga raddiya qilish, kisblam uni ayiblash bu to'g'ri emas. Hatta şeriatda bendilerge aval buyruk verdi, teklifatını verdi, kılmada perz vacibatlarını verdi, andinkin cezalaydı. Sizlerinde bir öyge kirgendiğin keyin, meyli er olsun, ayal olsun, karşı tarafka özünün yaxşı görüdüğün işlerini, yaxşı görmediğin işlerini, mesela bunu bayan kılış gerek. Qarşı tarafning mecburiyetlerini əslitishi kerak. Ayolga əslitishi kerak, ayol eriga əslitishi kerak. Bo'lmagan vaqtda, ya'ni bir qitim xatolik yuz berdi, chiroyliqcha askartish berilib, o'zining haq-huquqi talab qilinishi kerak. Qarshi tarafning majburiyati qanday qilinish bo'ldi, əslitilinisi bo'ldi. Ammo boshqalarga əsletmay turib, sizning nimani yaxshi ko'rib, nimaning yomon ko'radiganligini demay turib, onundan sen şunda yaman kurduğu işlerden biraz sadır olup kalsa, onunla derhal tepki gösteriş, onunla derhal inkas bildirip karşı tarafından hücum kılış ya ki karşı tarafki eziyet veriş, bu doğru iş emas yani. Normalde herkanda bir cemiyet, herkanda bir devletin bir kanunu olurdu, an cezalaydı. Kanun çıkarılmayan mesele izbegen vaxtıda, o şu vaxtıda onunla ceza yüksülüm olmaydı. Aynı şekilde ailemin küçük bir devlet, çünkü ailede İki tarafdan kılmaslık tegishlik işleri qanday qilish kerak, muayyanlash kerak, deyilish kerak, eskartilish kerak, birinchi qitim yuz bersa onunga ogohlantirish berilish kerak, andan keyin onunga muomala qilinsa bo'ladi. Endi bayatdan o'qilgan hadisga qarata, masalan ba'zi erlar ayolini taloq qilish uchun maslahat so'rab keladi. Masalan, fatvo so'rab keladi. Masalan, keskin keladi, men ayolim bilan ajrashim zodi. Muşunda kişilerge soğusak eğer birden ayolunuz sizge xiyanat kıldımı dese asla xiyanat kılmaganlıqını deydi. Ayolunuz ailede pakiz emas mı? Ya pakiz deydi. Ayolunuz mesela tamaklarınızı kem kılamdı? Ya onda. Anda o sebep nima dese naiti azraq sabır qilsa ötep ketadigan o'tkinchi bir ishlar yoki yuz bergan oraliqdagi bir ikki tal masala. Ailenin asası olan taraflarda hiç mesele yok. Ayol kishi ilgi sadık. Mesela onun ailesini chiroyli tutadi, retlik, pakiz mesela. Onun tamaklarga ko'ngil biladi, bolalarni chiroyli boqadi. Mesele yok. Yuz bergan kichkina masalani tutib, uni kesin men ajrashimaman deydigan bir o'ringa keladi. Hadis bizga eslatayotgani nima desa, dal masalaga atrofli qarash masalasi. Dünyada ayollar emas, har qanday insonninki to'g'ri taraf bo'ladi, xato taraf bo'ladi, alohidlik bo'ladi, kamchilik bo'ladi. Hadis bizga asl totadiki, sen ayollarning umumiy ahvollariga atrofli qara. Sen yomon ko'radigan bir ish o'tirg'i chiqib qolsa, sen uning boshqa taraflarini asla deydi. Madam uni sen yomon ko'radigan taraflar, bo'lmaydi deydigan taraflar 60%, 50% dan eshib ketmagan ahvol ostida onun yamanlığını köke vaxtıda onun yeni bir yaxşılığını qanday qilishing kerak, eslishing kerak. Yani insan nimule insan ise icabiyatlar bilan ve salbiyatlar bilan. Onun icabiyati va salbiyati va. Aynı zamanda senin nimaң var, icabiyating var ve salbiyating var. Yani bu yerdeki mesele, yani meselege etraflı qarash meselesi. Qanaqdır nim deymiz, bir meselelerle bir xatoliklardan bütün hamma narsani yuyutadigan mana bir taraflama bo'lmaslik masalasi hadis bizga eslatayotgan. Biz Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamning hayoti biz uchun o'rnak. Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana deylik. Yani Rasululloh biz uchun albatta yaxshi bir ulgu. Shuning uchun yuqorida bayon qilingan bu so'zlarni Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ninki hayatının bir örnek körüstüp düşünüşki bitirişip baksak mesela
bu vaqt bir savol tug'ildi kallamda. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam oilasida ahli ayollari qanday muomalada bo'ladi? Payg'ambar alayhisolatu vasallam o'zini ailesidagi o'zining ahvolini tasvirlab xayrukum li ahlihi va ana xayrukum li ahlihi. Kishining eng yaxshisi, ya'ni sizlarning eng yaxshilaringlar oilangizga yaxshilik qilgani. Men ailesiga eng yaxshilik qildigan odam deb Rasululloh bu shaklda sifatlaydi. Endi biz ba'zi gaplarni deyishga majbur. Kişilerimiz, bizning qarindoshlarimiz, bizmi dahil sirtda ishlarimiz var, o'zimiz güçlü xizmatlarimiz var. Xizmat munosabati deymiz, o deymiz, bu deymiz, kishilarga kulib boqamiz yani. Yaxshi muomala qilamiz. Chiroyli axloq bilan muomala qilamiz. Boshqalarga siyliq muomala qilamiz, boshqalarning bir ikki biz yaxshi ko'rmaydigan ishlariga ko'z yumamiz, chunki bizning ishimiz muhim. İşimizga ta'sir etolmaydi, savdimizga ta'sir etolmaydi. Şirketning ishi kulib turishga majbur, qo'l bog'lab turishga majbur. Ya'ni intayin sirtda axloqli hamdi. Ammo insonning haqiqiy axloqi ashta manfaatga bog'langan yoki ma'lum bir zarurat tug'ilgan urullarda haqiqiy aks etamdi yoki unga bog'lanmagan yedim. Ya'ni insonning texmi aniqroq desak, insonning axloqi sirtda eng aks etamdi yoki oilaning ichidimi? Hadis bizga shuni qanday qilyapti, eskartyapti. İnsanning yaxshisi kim? Oilasiga yaxshi bo'lgani, sirtda hamdam yaxshi bo'ladi. Ya qo'rqib yaxshi bo'ladi, ya xushomat qilib yaxshi bo'ladi, ya bir iqtisodiy manfaati bog'langan shu yaxshi bo'ladi, ya ishlayotgan idorasidagi xizmatdoshlar shu yaxshi bo'ladi, ya boshliq bo'ladi, ya ishqi bir narsa. Bu insonning haqiqiy axloqini belgilaydigan şey emas. Rasululloh hadis bizga shuni deyapti. İnsanın haqiqiy axloqi nerede ko'rsatildi? Oilada ko'rinadi. Dedi-ku, xayrukum li ahlihi. Yaxshilaringlar oilasidagi yaxshi bo'lganlar. Mana men aranglardagi oilasiga eng yaxshilik qildigani mana men deydi. Ana o'ganda haqiqiy yaxshi muomala qiladi, voy axloqliq degan kishi oilada yaxshi bo'lishi kerak. Chunki oilada uning asli mohiyatidan o'zgarishni talab qiladigan hech manfaati yo'q. Sirtda bayatın deganimizdek şirketning manfaati va, savdosining manfaati va, xizmatining manfaati va bir yerlarga bog'lanadi. Shunlashqa u kulib turishga, qo'l bog'lab turishga yoki go'zal axloqli shaklda ko'rinishga majbur. Ammo oilasida u bir xo'jayin an haqiqiy axloqliq yoki axloqliq emasligi ashta vaqtida aks etadi. Alloh rozi bo'lsin. Masalan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam siratlariga qaraydigan bo'lsak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öy kirgen vaqtida tabassum bilen ve külgen hoşallıkni izhar qilgan holatda ailesiga farzandlarni oldiga kiradi degan hadislar, rivoyatlar bayon qilingan. Buni qanday tushunamiz endi? Payg'ambar alayhisolamning bu xildagi hadislari intayin ko'p. Masalan Ibn Asakir Ali radhiyallohu anhudan keltirgan bir hadisda Rasululloh akrimun nisaa fa vallahi ma akramahunna illa karim. Wala ahanahunna illa la'im. Ayollarni hurmatlagan deydi Rasululloh. Alloh bilan qasamki, ayollarni faqat isil odam hurmatlaydi. Past odamlar ayollarga qanday qiladi? Ohanat qiladi. Isil odamlar ayollarning oldida mag'lub bo'lgandek ko'rinadi. Past odamlar ayollarning oldida bo'lgandek g'alaba qilgandek ko'rinadi. Bu ma'nodagi hadislar intayin ko'p. Hatta mushu hadisninki ba'zi rivoyatlarida men isil bo'lib ayollarning oldida mag'lub bo'lishim, past bo'lib ayollarning g'olib bo'lishdan yaxshi ko'raman degan shaklda kelgan bir rivoyatlar bor mushu hadisninki. Masalan, jamiyatlarimizda ba'zi odamlar uy kirgan vaqtida qapaqni turib kirishi bizning o'zimizning Uyg'ur jamiyatimizda yoki mayda salom qilishdan burun ovozini ko'tarib gap qilib kirishi, masalan ayoliga bir qo'rqinch silish yoki o'zining erkakligi deb tushunishi bunga o'xshagan ishlarni mavjud jamiyatlarimizda. Masalan chet ellarda bo'lmasa-mu, ammo vatanda ba'zi yurtlarda bu ishlarga mayli shohid. Bunga o'xshagan
ishlar hozir yuqoridagi bayon qilingan hadislar qaragan vaqtida hech bir islomiy axloqdan musulmonga yoqishmaydigan, yarashmaydigan bir ishga ekanligini ko'ryapmiz. Tabii. Çünkü biz bu noktada atalmış gurur yoki boshqa narsa bizning o'lgimiz emas. Payg'ambar alayhissalom bizning nimamiz? O'lgimiz. Bayatın o'qilgan hadis, unda boshqa sura Haşrning 7-oyatida "Va ma ataakumur rasulu fakhutuhu va ma nahakum anhu fantahu." Hatta ailenin inchki munosabatlari, ayollarga qiladigan muomalalargacha bunun hammini bizga Rasulullahning ayollari bo'lgan Aisha radhiyallohu anha va boshqa ayollari bizga naql qilganlar, yana bizga yetkazuglik. Mush ifodalarning hammasi Rasulullahning hayotida bizga aynı şekilde qana qilingan, ko'rsatilgan, bayon qilingan. Vaqtida to'xtalamiz. Demak, biz ulguni bu haqda kimdan olamiz? Rasulullahdan olamiz. Shunga o'xshash yana masalan biz yashayotgan mana shu jamiyatlarda o'zimizniki Uyg'ur jamiyatimizni ko'z tutamiz bundan. Uy ishlariga yordamlashishni erlerimiz ichidan ayollarning qiynalib ko'rib turib, ya'ni uy ishiga yordamlashishni az to'la biz bu ishni qilishib berishini o'ziga ahonat deb biladigan yoki bu erlikni emas deb biladigan mashunda bir ba'zi tushunchalar bor. Buni Peygamber yanılan biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in siretleri qaytırgan bolsak, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ailesi de ayollarına öy işleri yardımlaşamdı yoki yardımlaşmamdı. Bunu bir iki kız to'xtalib o'tamiz. Peygamber aleyhisselam en güzel, yüksek ahlak sahibi buluş bilen ailesiga elbette yardımlaşdı. İnsan özünün ailesi de ayoluğa bazı işlerde yardımlaşgan vaqtida, ayoli uchun ba'zi ishlarda tushpagan vaqtida ayolining qalbida paydo bo'ladigan irga nisbatan hurmat, xushallik, sevgini inson tasavvur qilolmaydi. Erining muhabbatini his qiladi. Ba'zi ishlarda ayol kishi erining muhabbati bormi, yo'qmi, menga kuyunamdi degandek buni chekib baqish deymizmi? Shu shaklda qiladi ba'zi ishlarni. Resmi ifadesi emas. Ama qachonki erining o'ziga bo'lgan to'liq sevgisi, o'ziga bo'lgan to'liq kuyunishni his qilganda sana hech qanday ish qo'ymaydi. Demak, bu yerdagi erning ayoliga yordamlashgani amaliyotda ayolining sevgisiga erishishdan boshqa narsa emas. Bu erning oilani muvaffaqiyatli boshqarishidagi ilinadigan tunji qadam. Çünkü biz sohbetlerimizde, derslerimizde, yapacaklarımızda aile cemiyetinin bir kuruluş asası. Bir bina salışın aldı bilen kesek koygandek, kesek nımıqagandek. Bir cemiyetinin kuruluşun avval aile kuruludu. Ailenin ki işki tertiplenişi, idare kılınışı qandaq olsa bizni kütüvatkan cemiyet şu şekilde. Er kishininki aileni güzel şekilde idare qilib, kelgusidagi yaramliq bir jamiyatga hozirlash uchun ilinadigan tunji qadam o'zining ayoli bilan bir o'y fikriga kelish, o'xshash ruhga ega bo'lish. Agar qachoniki ayoli eridan o'ziga nisbatan ishonch topmasa, kuyunish topmasa, ayol kishi ishlarni o'z oldiga qara oladi, garchi shaklda bo'ysunganda qilgan bilan yoki norozilik qiladi. Er kishi davom uyda o'ltirib bo'lmaydi. Bolalar asosan ayol kishining qo'lida tarbiyalanadi. Er kishi maballarning tarbiyasini ma shaklda olib boramiz desa, ayol kishi ha deb qo'yib o'z oldiga ish tutadi. Oiladan er kishi kutgandek natija asla chiqmaydi. Oilada qattiqlik qilib erishadigan natija qattiqlikdan boshqa narsa emas. Kuyunishdan oladigan natija kuyunishdan boshqa narsa emas. Bir kishi bir ansarlarning bir bag'iga kirdi, Rasulullahning zamonasida bo'lgan bir voqelik. Bag'ning egisi bu odam tutiblam Rasulullahning qashqa bu o'g'ir deb apadi. Rasululloh naytib musha odamga nisbatan ajoyib biz o'ylamaydigan bir javob bergan. Biz olsak o'g'ir kirdimi, tutdingmi sen nahmaydan tutib oldim degandan keyin endi biz shu buncha muammo. Rasululloh dediki, bilmagan bo'lsa ugasan olmamdi. Qusqa och qolgan bo'lsa, bir narsa baysan olmamdi degan masalan. Ya'ni bir ish mas'uliyatidagi kishi
öz mas'uliyat doirasidagini ayblashdan, jazolashdan, og'rinishdan ilgari o'zining ado qilishga tegishli majburiyatlarini, bilmagan yerlarni bildirishni oldi bilan o'ziga bir hal qilish chorasiga bosadigan yo'l deb qarash kerak. Bu nuqtadan er kishi ayol kishiga oilada yordamlashgani hech qachon er kishiningki g'urur tegadigan ish emas, balki sevgisiga erishadigan ish, sevgisiga erishgandan keyin undan keyin er kishining oilani idora qilishi, oilani tartiblashi mencha osonga tushadi. Masalan, o'zining oilasi yani. O'zining oilasi birinchi qatam xatolashdi, shayliqcha maosh bundoq bo'lmaydi, asli maoshning tartibi bundoqdi. Ikkinchi qatam xatolashdi, biroz ovozi bir urg'uluqroq chiqsa bo'ladi ikkinchi qatam, chunki masalaninki jiddiy ekanligini qarshi tarafga bildirish kerak, sal qaramasligini. Uchinchi qatam yana ozroq ovozni ko'tarsa bo'ladi, ya'ni fursat berish kerak. Ammo yana bir askar qo'shqa tegishli kichikgina bir ish manda qo'yib o'tish, biz unga qattiq tegmaslik, masalalarni yumshoq hal qilish, yordamlashish deganlik, ya'ni ayolning yuzlarcha xatoligiga, ya'ni to'xtovsiz xatoligiga uzluksiz eshikni kengaytirib echib o'tish deganlik emas. Ammo demakchi o'g'limiz ayol yangi turmushga kirgandan keyingi dastlabki bir necha yil ayolning ikkilasining tarbiyalanish yilisi. O'zi to'yib to'ymay, mu oila boshqarishda tarbiyalanadi. Ayol kishimi ailede terbiye. Çünkü bular 20 necha yil, belki necha 10 yil yalğız yaşagan boğaçqa ailenin bulduğunu talep kıladigan mecburiyet ve ailenin buluğu beradigan hukuklarını bular eğizdi bilişi mümkün, nazariye noktasını bilişi ameli his kılanmaydı. Şuna dastlab aile kirgan vaqtda ajrashish nisbatining kelishmaslik nisbatining yuqoriligi bu. Şuna dastlabda ayol ikkilasi sabr qilish kerak. Bir-biriga yordamlashish kerak, qattiqlik qilmaslik kerak, yana fursat berish kerak qarshi tarafga. Allah razı olsun. Bizning suhbatimiz shu hozir yaxshi muomala qilinish haqqi to'g'risida ayollarningki davom qilyotdi. Yana ham biz Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotidan, ya'ni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayollarga qanday muomala qiladi degan bu savolga asoslanib turib ba'zi o'rnaklarni ortaklaşkan bolsak. Endi hadis, sünnet degan tushunchani Rasulullahning so'zi, Rasulullahning amaliy ish faoliyati, Rasulullahning ba'zi ishlarga ko'rsatgan pozitsiyasi, shu nuqtani muhaddislar shu shaklda tushuntirdi. Unda boshqa shaklimi bor, ammo asosliqi shu shakli. Ammo shu oilaviy masalada biz asaslık, bekrak asaslandığımız, tabi süzgüme asaslandığımız Resulullah'ın ameli hayatı. Bunu bugün göstermekçi olan, yani körüsü doğru yapqaz, körüsü doğan örneklerimiz Resulullah'ın ameli hayatını iş izleri. Çünkü sözlerini, aytar bilip bilmey, uyak bu yakka tevil kılıp başka düşünüyoruz mümkün. Ama ameli hayatının biz kögen, düşengenden başka ikinci bir düşüncesi bulmaydı. Hem de bu ailevi meselede Resulullah'ın ki, ameli hayatı qarasak, Resulullah'ın ayollarını anlayımız hem de. Çünkü Resulullah ailevi meselede en doğru guvalı kurduğun kişiler kim o? Ayolları. Ayşe radiyallahu anha bizge mesela Resulullah'ın ki benim bir günüsü gördüm, işkimden aldı deydi, Habeşistanlıkla oynavatatdı, uyun kuyvatattı. Mene aşı uyanını çapını da yögep durup kana kılganı körsetken. Şunçılık yani muamelemde bu alaka ayalının ki bir köngül etişiği nispeten bu kana kılış köngül biliş meselesi. Ondan başka yeni bir hadiste, hazır hukuk hadisi muttefakun aleyh hadis. Yeni bir hadiste şu Ayşe radiyallahu anh'ın kelgen. Resulullah Ayşe'ge manda bir dige yeri ola. Nayeti bir inçki bir nokta var bir yerde. Senin menden Xuşal boğan küllürün olan, halatın olan, naraz olup kalgan halatını ben bilaleymen degan Resulullah. Yani ayalığı şunçuluk dikkat kılıdı yani. Ayalının keyfiyatı, özgürlüğü Resulullah şunçuluk dikkat kılıdı. Ayşe radiyallahu anha nereden bildi ya Resulullah degan vaqtda sen menden razı olgan vaqtlarında sen gap kılsan qasam ayetlerde qasam qilish ahvoli sal ko'p. Qasam qilish to'g'ri kelib qolsa la ve Rabbi Muhammed deb qasam qilsa, yani Muhammedning Rabbi bilan qasam der. Subhanallah. Sen menden naraz bo'lib qolgan vaqtingda İbrahimning Rabbi bilan deb qasam qilsa. Yani shunchalik diqqat qiladi. Ayşe radiyallahu anha
Resulullah'a bo'lgan noroziligini shu bir ismini tilga elish ammaslikda ko'rsatdi. Endi bu yerni qarayli, birisi Rasulullahning Oyshaning hayotiga, Oyshaning umumiy kayfiyatiga bo'lgan shunchalik diqqat qilish bo'lib qolsa, Oysha radhiyallohu anha bir ayol bo'lib bilan o'zining eriga noroziligini vaqirab-chaqirab yoki bugun kundagidek yoki uydan chiqib ketish bilan emas, ismini tilga elish ammaslik bilan bildirib. Bu naqadar inchki bir nozik muomala. Erning ayolga bo'lgan nozik muomalasi, ayolning eriga bo'lgan qanday muomalasi? Nozik muomalasi. Buni haqiqiy go'zal oila degan ma shaklda bo'ladi. Oila inson bo'lish sifati bilan tabiiy to'qinishlar chiqadi, noroziliklar chiqadi, lekin buning ifodalashning har xil nimalari va shakllari bor. Og'izni buzib tillash, unga qattiq tegish, qattiqlik qilish, mayli erdan ayolga yoki ayoldan erga, bu oilaning bugun o'zaro to'qinishgan yoki o'zaro birisi-biridan azorlashgan ayollar chiroyli o'tiradi. Ammo bugungi mush azorlashish yarashgandan keyinmi izdan chiqmaydi. Yani qalbining bir yerlarida oq qog'ozga urilgan chikitga o'xshash. Shunga norozilik ifodalashning xuddi hadisda Oysha radhiyallohu anha tasvirlagandek bir ko'rsatgan bo'ladigan inchki go'zal shakldagi bir shakllar bo'ladi. Allah razı olsun. Yani bir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'inki Ayşe radhiyallohu anha bilan o'tirib bo'lgan bir dialogningki mesela isim ko'riyotdi. Bu uzun bir hadis ekan. Abu Zar va Ummu Zar radhiyallohu anha to'g'risida ekan. Bu Abu Zar haqida Ayşe radhiyallohu anha Ummu Zar va Abu Zar to'g'risida Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamga bir ishni so'zlab berayotgan vaqtida Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam Ayşe radhiyallohu anhaga qanday muomala qilgan, qanday xotirjam qilgan, ya'ni ko'ngilni. Yani bu asli bu hadis bak uzun hadis kitaplarda neçe bet tilga ilinadi. Ayşe radhiyallohu anhaning qashida 11 ayol irlan bo'lgan oiladagi ishlarni so'zlaydi. Shu so'zlarni Rasulullahning vaqtdan bu hadisni so'zlab qo'llamaydi vaqt munosabati bilan. Ayşe radhiyallohu anhaga Rasulullah men aşu ayollar ve erlerning içindeki birisini tilga olib turib, Abu Zar Ummu Zarga muomala qilgandek men sana shunday muomala qilaman, ammo seni taloq qilmayman degan bir qiz gapni qutib qo'ygan Rasulullah. Ammo bu yerda qarindoshlarimizga asıltadigan bir nuqta bor. Taloq nuqtasi mayli jiddiy, amaliy shaklda tilg'alansin yoki chaqchaq shaklda tilg'alansin, intayin xatarli bir nuqta. Ayol kishining hayotda eng qalbiga aziyat uradigan, qalbida o'chmas iz qoldiradigan narsa taloq so'zi. Mayli sen ayolingni qo'rqitib qo'yish yuzidan sen taloq qilaman degan shaklda desin. Yoki chaqchaq qilish yuzidan biz ajrashib ketilmagi sen bilan degandek shaklda desin. Ayol kishining qalbida o'chmas iz qoldirdi ma taloq so'zi. Shunga qarindoshlarimizga qiladigan alayda tavsiyamiz mushaqdir. Rasulullahninki Ayşe radhiyallohu anhaning shuncha uzun gaplarini anglab bo'lgandan keyin gapni deb bo'lib, lekin men seni taloq qilmayman degan bir og'iz so'zidan shuni ola olamizki, ayoliga ishonch berish kerak turmushda. Ayolining menga o'zi bilan birga yashaydiganligini bildirish kerak. Xatolashgan taqdirdami boshqa shaklda jazolanmayli, boshqa shaklda tanbih bermayli, ammo taloq temasi bilan, taloq so'zi bilan uning qalbiga aziyat berishga bo'lmaydi. Chunki jiddiy olmasligi mumkin. Yani bu meselede keskin men taloq qilaman deb rost ko'nglidan demagan bo'lishi mumkin, ammo u so'zning ayol kishiga ta'sir qiladigan ta'rifi intayin cho'ng bo'ladi. Shunga qarindoshlarimizga shu turmush ichida taloq so'zini mayli rost shaklda, mayli chaqchaq shaklda ishlamaslikni tavsiya qilamiz. Allah razı olsun ustoz. Yuqorida biz ayollar bir-biri bilan qanday muomala qilish to'g'risida qimmatli ma'lumotlarga ega bo'ldik. Aziz qarindoshlar, ayollarning yaxshi muomala qilinish haqqi to'g'risidagi bu suhbatni mush yerda oxirlashtiraman. Bu munosabat bilan ustoz Muhammad Ali Qorimga rahmat aytaman. Alloh Qorimga dunyo va oxiratda yaxshilik tilayman. Shundaqla bu programmamizga ahamiyat bergan va tarqatgan barliq qarindoshlarga Alloh taoladan rahmat va mag'firat tilayman. Yana bir qitimqi suhbatimizda ko'rishguncha omon bo'linglar.
Sizlarni Alloh topshirdim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.